Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan navbatdagi mavzu mashg'ulotimizni o'tamiz. Reja, birinchi reja oila tushunchasi va uning mohiyati. Ikkinchi reja oilaning bolani maktabga tayyorlashda o'rni. Uchinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash shakllari. To'rtinchi rejamiz aholi o'rtasida pedagogik bilimlarni targ'ib. Navbatdagi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar uchun kechalar va to'garaklarni uyushtirishning ahamiyati. Navbatdagi oxirgi rejamiz bolani maktabgacha ta'lim tashkilotiga tayyorlash zarurati. Bolaning maktab ta'limiga tayyorgarligiga ta'sir etuvchi omillar bir nechta asosiy yo'nalishlarda to'plangan. Ularning ichida quyidagi omillarni ajratishimiz mumkin. Oila muhiti, oila a'zolarining farzandiga bo'lgan munosabatlarida belgilangan diqqati va e'tiborni oila ichidagi o'zaro munosabatlari ta'lim jarayonlarida katta rol o'ynaydi. Ijtimoiy iqtisodiy holat, oilaning daromadi va ta'lim resurslari, kitoblar, o'qish materiallari, to'garaklar va hokazolar kirish imkoniyatlarining maktabga tayyorgarligiga ta'sir etadi. Psixologik tayyorgarlik, bolaning psixologik holati, o'ziga bo'lgan ishonchi va ijtimoiy ko'nikmalari ta'limga tayyorgarligiga muhim ahamiyatga ega. Erkak va ayol ta'limi, bolalar atrofidagi kattalarning, ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar mana shularning ta'lim darajasida ulardan olingan bilim va ko'nikmalarini bolaga yetkazishda muhim omil bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotidagi olingan tajribalari, qobiliyatlari, ko'nikmalari maktab ta'limiga tayyorgarligida katta ahamiyatga ega. Madaniyat va an'analar, mintaqaviy madaniyat va an'analar bolalarning ta'limga bo'lgan munosabatiga, ularning qiziqishiga va ko'nikmalariga ta'sir qilishi mumkin. Salomatlik, bolaning jismoniy va ruhiy salomatligi, o'rni qanday his qilishi hamda ta'lim jarayonida ta'sir etadi. Bu omillar bolaning maktabga tayyorgarlik darajasini belgilashda muhim rol o'ynaydi va ular rivojlanishi uchun birgalikda harakat qilishi lozim. Oila tushunchasi, bu insonlar o'rtasida muhim milliy birlik bo'lib, u bir nechta avlodni o'z ichiga oladi. Oila asosan turmush qurish, tug'ish, tug'ilish va o'zaro yordam kabi tabiiy munosabatlarga asoslanadi. Uning mohiyati quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy birlik. Oila bu odamlarning o'zaro bog'lanishi, birgalikda yashashi va o'zaro yordam berish asosida ijtimoiy guruh. U insonlarning hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynaydi. Tarbiya va ta'lim. Oila bolalarning tarbiyalash va ularga asosiy ko'nikmalarni, qadriyatlarni o'rgatishda muhim ahamiyatga ega. Bu yerda bolalar o'ziga xos ijtimoiy tajribalarni olishadi. Emotsional qo'llab-quvvatlash. Oila a'zolari bir-birlarini psixologik va emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlaydilar. Bu shuningdek hayotdagi qiyinchiliklarga bardosh berishga yordam beradi. Iqtisodiy birlik. Oila resurslarini birlashtiradi va umumiy moliyaviy masalalarni hal qiladi. Bu esa ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi. Madaniy meros. Oila orqali avloddan avlodga madaniyat, an'ana va qadriyatlar o'tkazib boriladi. Bu esa o'z navbatida jamiyatda birlashuv va birlikni ta'minlaydi. Oila bu inson hayotidagi eng asosiy va zaruriy muhitlardan biridir. U nafaqat shaxsiy rivojlanishda, balki jamiyatning sog'lom va barqaror bo'lishiga ham ta'sir qiladi. Oilaning bolani maktabga tayyorlashdagi o'rni juda muhimdir. Bu jarayonda oila bir nechta asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Emotsional qo'llab-quvvatlash. Oila bolaga maktabga borish jarayonida zarur bo'lgan ishonch va quvvatni beradi.
Bolaning hissiy holati uning yangi muhitga moslashishi uchun muhim bo'ladi. Ta'limiy muhit. Oila ichidagi ta'limiy muhit bolaga o'qish, yozish, qiziqish uyg'otishi mumkin va bilim olish jarayonida tayyorgarligining asosiy omili hisoblanadi. Oila a'zolari bolaning bilim olishiga, yangi narsalarni o'rganishiga va bularni amalda tatbiq etishida rag'batlantirishi muhim. Ko'nikmalarni rivojlantirish. Oila bolaga kundalik hayotda zaruriy ko'nikmalar, masalan, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijtimoiy ko'nikmalar va hokazolarni o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Qadriyatlar va an'analar. Oila bolaga jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beruvchi qadriyatlarning axloqiy tamoyillari va an'analarni o'rgatishda bu maktablarning o'ziga qanday tutishi va do'stlari bilan munosabatlarni rivojlantirishda muhim sanaladi. Sog'lom odatlar. Oila bolaga sog'lom hayot tarzi, vaqtini boshqarish va o'qishga bo'lgan yondashuvlarini shakllantirishda yordam beradi. Maktab bilan aloqa. Oila maktab bilan faol aloqada bo'lishi lozim. O'qituvchilar bilan muloqot qilish, bolalarning ta'lim jarayonini kuzatish orqali yordam berish muhim. Shunday qilib, oila bolani maktabga tayyorlashda nafaqat ta'lim beruvchi muhit, balki emotsional va psixologik qo'llab-quvvatlovchi asosiy manba hisoblanadi. Oila ta'siri orqali bola maktabga muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarini oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash shakllari bolalar va ularning oilalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan quyidagi shakllarni ko'rib chiqamiz. Ochiq eshiklar kunlari. Oilalarda maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tadigan tadbirlar va bolalarning faoliyatini ko'rish imkonini beruvchi kunlar. Bu ota-onalarning bolaning rivojlanishi kuzatishlariga yordam beradi. Ota-onalar yig'ilishlari. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar bilan o'tkaziladigan yig'ilishlar, unda ota-onalar o'z fikrlarini bildirishadi, muammolarini muhokama qilishlari va tajribalarini baham ko'rishlari mumkin. Maxsus tadbirlar, bayramlar, festivallar va boshqa tadbirlar orqali oilalarni faol ishtirok etishga jalb qilish. Bu bolalar va ota-onalar o'rtasida yaqinlikni oshiradi. Individual maslahatlar. Ota-onalar uchun individual yoki guruhlarda shakllantirishda maslahatlar berish. Bu bolalarning individual emotsional ehtiyojlarini rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar uchun kechalar, to'garaklar uyushtirishning ahamiyati bir necha jihatlarda namoyon bo'ladi. Oila va maktabgacha ta'lim o'rtasida bog'lanish, ota-onalar va tarbiyalovchilar o'rtasida muloqotni kuchaytiradi. Bu esa bolalarning rivojlanishi, ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlikni ta'minlaydi. Hurmatli tinglovchilar, bu shakllar oila va maktabgacha ta'lim muassasasida yaqin hamkorlikni ta'minlashda, bolalarning rivojlanishi va ta'lim olish jarayonida sifatli olishiga yordam beradi. Shu tarzda maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar uchun kechalar va yangi tadbirlar uyushtirish ta'lim jarayonini boyitadi hamda bolalar va oilalar o'rtasida yaqinlikni oshirishga yordam beradi. Bolani maktabga tayyorlashda zarurati bir qator muhim jihatlarga asoslanadi. Ijtimoiy ko'nikmalar. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga tayyorgarlik bolada ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish, do'stlari bilan muloqot olish va o'zini jamiyatda ifodalash imkoniyatini beradi. Bu ko'nikmalar maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabga borishida bolaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun juda zarur hisoblanadi. Bolani maktabgacha ta'lim tashkilotidan maktabga borishida o'qish va yozishiga qiziqishi, bolani bog'chaga tayyorlash jarayonida uning o'qishi, yozishiga bo'lgan qiziqishini shakllantirish, bu esa maktab ta'limiga muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Kundalik faoliyatlariga tayyorgarligi. Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida turli faoliyatlar, o'yinlar, darslarga qatnashadi. Tayyorlanish jarayonida bolalarga bu faoliyatlar juda ham foyda beradi.
Bu jihatlar bolaning maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat bo'lib, ularning kelajakda mustaqillik va o'zini boshqarish, maktabgacha ta'lim tashkilotiga tayyorgarlik, bolalarga mustaqil bo'lishi, o'zlariga g'amxo'rlik qilishi va vazifalarni bajarishga o'rgatiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotida bu jihatlar bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga tayyorlashda muhim ahamiyatlardan biri bo'lib, ularning kelajakdagi ta'limi va ijtimoiy hayotidagi muvaffaqiyatlarini ta'minlaydi. Hurmatli tinglovchilar, biz har bir ma'ruza darsimizda mustaqil ta'lim topshiriqlarini berib boryapmiz. Bugungi mustaqil ta'lim topshiriqlarimiz bolalarni maktabga tayyorlashda ta'sir etuvchi omillar haqida taqdimot tayyorlaysiz va videorolik qilib jo'natasizlar. Shuning bilan bugungi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.